Hasan tezroq bo'l. Hop, namuncha shoshirasan. Darsga kech qolamiz. Boshim og'riyapti, Husan. Men uyga ketdim. Dars bor-ku. O'zing amallab borasan. Har doim shunaqa qiladi. Aka-ukalar bitta sinfda o'qishi mumkinmi? Albatta, agar ular Hasan Husan bo'lsa. Tak, Ergashev Husan. Men. Yaxshi, Ergashev Hasan. Oppo. Man. Ha, malades. Bular umuman dars qoldirmaydi. Xayriyat, qutuldim. Aytgancha Hasan, ana u kitob nima bo'ldi? Ayrim Hasan Husanlarni faqatgina holidan ajratib olish mumkin. Husan, o'ziga indamagin-u. Aken Hasan g'irt bizzelnikde. Men Hasanman. Voy, Husanni shunaqa demoqchi edim. Hazillashdim. Husanman. Qaysi birisi o'zi? Aytgancha o'xshamaydigan Hasan Husanlar ham bor. Qalaysan adash? Yaxshi. Hasan, bufetga boraylik. Ketdi. Hasan, nima aytgan vaqting kelmaysan? Ha mayli, olib keldimi chiqar. Obbo, nimani? Oychim, jinnini yo'qman, men buni aytyapman. Ha? Hasan chekadimi? Menga umuman gapirma. Men nima qildim? Husanni aldab uyga jo'natib yuboraman, ikkalamiz aylanamiz deganding. Yo'q. Qara, bitta gap eshitganman-da, chiroyli qizlar o'zini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun yonida xunuk dugonasini olib yurar ekan. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Sani chiroyli dugonang qayerda? Yomon bo'ldi, ha? Hasanboy Terminator. Hasan, yana nima qilgansan? Bugun darsdan keyin esingda? Xotiram yomon, eslatib bor. Kontrda Lyubovni yoraman deganding, ketdikmi? Uchburchakli burchakning tashqi yuzasidagi konturmi? Bo'ldingmi? Hozir qanaqa yoqadi buni? Maktab